Toshkent shahar maxsus transport korxonasi hozirgi kecha kunduzda 12 ta tumanga xizmat ko'rsatadi. Bir kunda Toshkent shahar maxsus transport korxonasidan 240 ta 250 ta avtomashinalar, maxsus avtomashinalar chiqadi. Bular asosan chiqindi yig'ish maydonlaridan har kuni, mahallalardan haftasiga signal asosida 2 marta hamda korxona tashkilotlaridan 2 marta olinadi. Hamda Toshkent shahar maxsus transport korxonasida 2021-yilda ancha ishlar qilindi, ya'ni aholiga sifatli xizmat ko'rsatish uchun yangi chiqindi yig'ish maydonlari 12 ta qurildi hamda yer osti modullari qo'yildi, o'rnatildi. Undan tashqari har bir tumanda 2 tadan mahallaga zamonaviy saralash bo'yicha 120 litrli qutilar ajratildi. Hozir kecha kunduzda Toshkent shahar maxsus transportida 448 ta texnika bor. Bu texnikalar hammasi Osiyo taraqqiyot bankidan 69 millionlik kredit olingan, ya'ni 220 ta yangi texnika. Undan tashqari 18 mingga yaqin chiqindi yig'ish konteynerlari olindi. Bular asosan korxona, tashkilot hamda mahallalarga berildi. Undan tashqari chiqindi yig'ish, qayta yuklash shoxobchalari bu 3 ta joylashgan Toshkent shaharida, asosan Yunusobod tumanida, Yashnobod tumanida hamda Yakkasaroy tumanida. Bularning hammasi kapital remontga qo'yildi. 2022-yilda chora-tadbirlar qilingan. Bu asosan yana aholiga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida yana 12 ta yangi zamonaviy chiqindi yig'ish maydonlarini qurish hamda mahallalarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun yana yangi rusumdagi konteynerlarni tarqatish hamda mana hozir hukumatimiz tarafidan mahallalarda hokim yordamchilari ishga tushdi. Bular mana biz birgalikda ishlab, hozir mahallada maxsus transport tarafidan bo'layotgan muammolarni hammasi o'rganib chiqyapmiz hamda shahrimizni ekologik toza shaharga aylantirishga maxsus transport korxonasini faoliyatini yaxshilashga, samarali ishlashga harakat qilaman.